Kızım, aşağı kızım geldi meni sakay kızım. To'xtang uni. Mani erim bor. Erim mani onasi o'tmagan deb olgan. Ay, xush kelibsiz ey Mamoxon. Yangi uylarga ko'nikib oldingizmi? Hech kim xafa qilmayaptimi siz a? Kim mani xafa qilaydi? Endi mani erim bor. Hoş kelibsan kızım, ajoyib. Nima ovqat yegim kelyapti? Nima qilib berayapsan? Ajoyib. Ay. Hozir erimdan so'ray. Qaynsingiljon, unimini qo'ying, taassurotlardan gapiring. Qanday ekan? Erim zo'r ekan. Qizim, eringni bilmadim-ku, lekin uyiga qilgan pardasi вообще zo'r ekan. Qaydan qildi? Shundan gapiring. Erimchi pardalar Italiyadan olganlar. Italiyadan kelganmi? Yo'q, Italiya magazini bor. Biz ham ko'raylikchi. Chota ko'p gapiraverdinglar. Yuringlar. Ona erimchi 3 etajli pardalar Italiyadan olgan. Ha? Yo'q, katta ekan-a? Yangicha bir Stefanechki stil. Klassический deyilmasmidi? Yangicha bu yerda 15 yildan ortiq staji bor ekan, menga erim aytganlar. Yangicha bir Yevropoyskiy 2-etaj. O gaping to'g'rilab oldi. Erim aytganlar shunaqa deb. Oyijon, biz ham shundan qilaylik uyga pardani. Конечно, olsanglar bular Yevropa, Turkiya, Xitoydan olib keladi. Birinchi qo'l arzon. Bu Italiya do'konida matosi ham, tikishi ham o'zidan erim. Bilamiz, irring aytgan. Shuni o'zim aytay, mazza qilaman-da, erim aytganlar. Oy, taksi chaqirayim, ketamizmi? Mani erim bu, erim olib ketadilar. Hey, erli to'kis. Qizi jonimga tegding lekin. Mana qarang, sizni eringiz yo'qda asabingiz buzuq. Mani qarang. Nima qildi senga? Chunki mani asablarim tinch, mani erim bor.